Hop, hisoblangan dieta qanaqa bo'ladi? Sizlarga hisoblab berilgan dieta, misol uchun, sizni tana vazningiz o'zingizga kerakli darajada oqsillar, uglevodlar, yog'lar, kletchatkalar hammasi hisoblab berilgan. Endi hop, o'rtacha qanaqa hisoblanadi? Misol 70 kiloli odamga oqsillar muskul o'stirish uchun, muskullarni saqlab qolish holati uchun 2 grammdan o'rtacha 1,5-2 grammdan hisoblanadi. Bu degani 72 ga ko'paytirilganda 140 gramm oqsil bo'ladi. Uglevodlar oxirida ortib qolgan holatga chiqariladi. Misol yog'lar bo'lsa 1 grammdan to'g'ri keladi har bir kilosiga. Bu degani 70 gramm. Kletchatkalar bu 140 gramm oqsil sintezi qilib olish uchun bunga kerakli darajada kletchatka hisoblanadi. Где-то 35-40 gramm kletchatka iste'mol qilish kerak bo'ladi bir kunda. Shunda mana bu kaloriyalar hisoblab chiqilinadi. Bundan ortib qolgan kaloriyaga uglevod hisoblab beriladi. Ya'ni defitsit holatini chiqarish uchun. Misol uchun, deylik, yog'da 1 grammida 9 kaloriya bor. Oqsilda 1 grammida 4 kaloriya bor. Kletchatkalarning kaloriyasi juda ham past bo'ladi, shuning uchun buni hisoblash shart emas. Bu sutishni normal yeganingizdan hech qancha kaloriya bo'lmaydi. Endi buni ko'paytiramiz. 9 ni 70 ga ko'paytirsak 630 bo'lar ekan. 630 kaloriya. Oqsil 4 ni ko'paytiramiz 140 ga. 560 bo'lar ekan. Ana endi bu ikkala kaloriyani qo'shamiz 560 ga 630. 1190 bo'ldi. Endi sizni tana vazningizga qarab turib uglevod qo'yib beriladi. Misol uchun, sizni kunlik rasxodingiz o'rtacha taxminan 2000 deb oladigan bo'lsa, где-то ovqat hisobiga 200 defitsit qilsa yetadi, qolganini harakat bilan qo'shamiz. Shunda biz 200 defitsit qiladigan bo'lsa, bu degani 2000 dan 200 defitsiti bilan 1800 bo'ladi. 1800 ga, hop, 1190 ga dan ayiramiz 1800. Bizga yana 610 kaloriyalik uglevod yesak bo'lar ekan. Bu degani 610 ni bo'lamiz 4 ga 152 gramm chiqar ekan. Hop, mana. 152 gramm uglevod yesak bo'ladi. Agar yana ham maksimalni tezroq natija qilmoqchi bo'lsak, buni yana ham kamaytirsak bo'ladi. Где-то 140 qilib qo'ysak bo'ladi buni ham. Unda defitsit yana ham zo'r chiqadi. Shuni holatiga tana yaxshi yog'larni eritishni boshlaydi. Shuning uchun deganim, sizga berilgan ovqatlarning grammajini to'g'ri o'lchab yesangiz, o'zim ham to'g'ri hisoblab berganman. Shu kerakli grammajni hammasi o'zingizga moslab hisoblab chiqilingan. Bu narsani o'rganib cho'ng olgunizcha, siz uni agar naglaz o'lchab yursangiz, kerakli oqsil yemasligingiz mumkin, uglevod ko'paytirib yuborishingiz mumkin, yog'ni ko'paytirib yuborishingiz mumkin, o'zingiz bilmagan holda. Chunki 140 gramm degani bu, misol uchun, oddiy 6 ta 7 ta tuxum 30 gramm oqsil bo'ladi. Tovuq go'shini 200 grammida qancha tarkibida oqsil chiqadi, ularni bilmaysiz. U narsani to'g'ri hisoblashni o'rganib olguncha, shuning uchun berilgan narsani hisoblab yeyishni o'rgansangiz, bundan keyin sekin-sekin o'rgatib boraman. Qanaqa hisoblanadi kaloriyalar, tarkibi qanday hisoblanadi, programmalarda to'g'ri hisoblashni ham o'rgatib boraman. O'zingizni tana vazningizga kerakli ovqatlarni hisoblab yeyishni o'rganib olgandan keyin har doim tanangizni bir xil formada ushlab yurishingiz oson bo'ladi.